Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Aripov o'zbek adabiyoti xazinasiga ulkan hissa qo'shgan iste'dod sohibi edi. Abdulla Aripov tavalludining 85 yilligi munosabati bilan men sizlarga Abdulla Aripovning Umr manzillari kitobini bibliografik sharhlab bermoqchiman. Aripov Abdulla. Umr manzillari. She'rlar, g'azallar. Abdulla Aripov, Toshkent Tafakkur qanoti nashriyoti. 2019-yil, 116 betdan iborat. O'zbekiston qahramoni, xalq shoiri Abdulla Aripovning ushbu to'plamida turli vaziyatlarda, sayohatlarda yozilgan she'rlari va g'azallari jamlangan. O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Aripov ijodidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Kitob, adabiyot va she'riyat ixlosmandlari umuman barcha kitobxonlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Ushbu kitobni Shayxontohur tuman axborot kutubxona markazimizga kelib olib o'qishingiz mumkin.